Siz kimsan? Cho'milib ol. Voy, bu qiz vashsha pasni ekan-ku. Chiroyli ham ekan. Agar yana bir marta gulob kelsang, boshingga ekib qo'yaman guling, tushundingmi? Ana shu qizga soch jo'nataman. Bunaqa qizlarni yigiti bo'ladi. Ko'rdingmi, sen ham shunaqa deb o'ylayapsan. Ko'pchilik hamma shunaqa deb o'ylab, hech kim gapirmaydi chiroyli qizlarga. Davay kuzatamiz. Ketdik. O'zi suv tuzladan kelmaydi, havo balonga balo bormi? Yaxshi qiz, tanishsak bo'ladimi? Bo'ladi. Ismim Gavhar Shapaloq. Shapaloq? Shapaloq yeysan yana bir marta yo'limdan chiqsang. Ko'rdingmi? Yigiti bor, tanishgisi ham kelmadi. Hay qizim, yaxshimisiz? Shu yerda Gavhar degan qiz bor ekan. Shuni surishtirib yurgandik. Uchi shunaqa dangasa, tili bir qarich, kattalar vashe hurmat qilmaydi. Abedgacha uxlaydi. Oysa abedda tepib uyg'otadi. Vashe bo'lmaydi opa u qiz. Voy, o'lay. Sog' qoldi-ya. Rahmat qizim sizga. Agar shunaqa yalqov qizni kelin qilganda bormi? Ketdik-a? Mayli, yaxshi boring. Yes! Ko'rdingmi? Hamma sovchilarni o'zi aytvordi. Sovchini yigiti bor buni. Oy, yigit yo'q, prosta yerga tegishni xohlamayapti. Yur, ishxonasiga boramiz. Sog'lik uchun toza havo bor joyda yashash kerak Gavharxon. Ushbu mezbon loyihamiz ro'parasidan 108 gektarga katta bog' qurilyapti. Qara, o'sha 16-qavatga yetibdi. Balkondan chiqib, tabiatga qarab, kofeni ichib o'tishga nima yetsin? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Gavharxon, krentaga qarang. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Shunaqa, boshlang'ich to'lovni qilib, oyiga 6 million 200 dan to'lab borsangiz bo'ladi. To'g'risini aytsam, sevib qoldim. Kimman? Iskandar biling? Mezbon loyihasini. Kim bu bola? Men qattan bilaman, uy sotishga kelgan bo'lsalar kerak-da. Sotavermaydimi? Sen yoningda men suyulib o'tiribdi. G'alati turamiz, uy sotsa mendan sotib oladi-da. Ona, bir uyda nimadir bo'lyapti. Voy opajon. Hamma problema shuni uyda-da, boshqalar kayf qilib yashayapti. Ha, nima deysan? O'g'limni sunnat to'yiga srochniy pul kerak. Pulmi? Aytdim-a. Ha, ona, Xolang to'y qilib dasturxonni yorib tashlamoqchi ekan. ona o'zimning ham planlarim bor. Menga sut kelmaganda xolang mana shu ko'kraklar bilan seni boqqan, ha. Ha, mana shu ko'kraklar bilan. Tinchgina o'sha payt kasha bersalar emasmidi? Sasha. Ha, Oylik tushdi, oylik. ish qilib hech kim pul so'ramasin-da. Sizga shunaqa yarashdi. Eringiz Rossiyada-ku, u yoqda pul daraxtda o'sadi. Agar siz hozir oldirib o'zingizga qaramasangiz, u yoqda Natasha oldirib yuradi o'ziga. Dadasi, men o'zimga kiyim oldim. Oyoq kiyim ham oldim. Ol, sen eskirgan oyoq kiyim bilan yurmagin yana. Men bilmayman. Natashalaringiz mendan ustunmi? Tavba qilib, kim Rossiya kelsa yo'qni xotin bozga chiqaradi yo alkashga chiqaradi. Ura, o'qishga kiribman. Lekin super kontraktga uncha pulni qayerdan olaman? Yana 30 ming dollar sipirsam yetadi bugunga. Aka, millioner bo'lsa, nimani o'ylayman? Oylik tushgancha shu Petyorshkadagi nonchalarga yetib tursa bo'ldi. Aka, 79 million? Голова работает. Men senga institut kir dedim, institut sotib demadim. Короче, Vasyuk, еще 6 oy ishlab berasan, хорошоmi? Ukajon, Matizcha olay turdim. 7 mingina yetmayapti-da. Bo'ldi, tashlab beraman. Kakraz o'zi tezadigan mobil ilovasi sketchat qilganman. Rossiyadan O'zbekistonga Humo, Uskar, Liboy kartanga boku eng katta yuqori kursda pul yetkazma qilsang bo'ladi. Nimadan sketchat qilib olasan? App Store'danmi mana bu? Play Marketga ham bu, bemalol. Assalomu alaykum. Men Rossiyadan keldim. Nima olib kelding? Pul olib keldingmi? Ishlagan pullarimni hammasini qarz so'raganlarga berdim. Ha, sen shunaqa soch, topganingni soch, qarzga ber, boshqaga ber. Oy, emi. Yafting qurisin. Bor Rossiyanga yo'qol. Yana ishlab kelgin. Endi biron kishiga qarz bersam kuchuk bo'lay. Yarim Moskvalarga ketdi. Yarim ko'rmaydi deb qiromet. Ketdik, choy chiqamiz, ichkariga kiraylik. Men qornim to'q-da. Ay, yur, hay, biror nima yeb o'tirasiz, naf kechib o'tirasan, yur. Qanaqa salat olib kelay? Menga bitta Sezar salat. Men yerda chiroq salat. Sen nima aytasan? Men qornim to'q-da. Ya ayt bir nima, Ayt-e. Qorning to'q ekan-a o'zi. Tamam, qornim to'q zo'rlar. Yegani qanaqa ovqat olib kelay? Chiroqchi jizni suvlik jiz zo'rda, menga bitta suvlik jiz. Bo'lmasa menga kurkajiz. Qorning aniq to'q edimi? Men qornim to'q zo'rlar. Yo bitta shashlik aytayman alohida. Yo, rostdan qornim to'q.
Lekin gap yo'q lekin ha. Ha, zo'r bo'ldi. Bizdan necha pul bo'ldi? Sizlardan 450 ming. O'zi ko'p narsa aytyapsizlar a. Sizlarga xushxabarimiz bor. Sizlar bizlarning 10 minginchi mijozimiz bo'lganingiz uchun bu stol sizlarga tekin. Ye ana. Al shu oldirib aytmaysiz. Men xijolat bo'lib turibman men tortinib. Yo'q, to'y ertaga sur, bugun to'yim bo'lmaydi. Nimaga? Shunaqa ham omadsiz bo'lamanmi? To'yim yozda bo'lsa ham yomg'ir yog'ishini qara. Sen hamma omadingni mana opam bo'lgan payt ishlatib qo'ygansan. Nima bo'ldi? Gapirma. Shu erim kenja farzand. Uy, joy, mol-mulk hammasi shunga qoladi deb degandim. Xo'sh? Qaynonam 49 yoshda yana homilador ekan. O'g'il. 20 yil yashasang bo'lakan-ku. Hali uning ichiga kirib uylanadi, yuriydi. Menga o'xshab. Yo'q, yurur kesagingni yeb. Suyak yeyapsanmi? Ko'rmaysanmi? Hamma o'rtoqlarim qimmat, brilliant. Chet elga sayohatga taksi ko'z bo'lsa, hamma kesaga taksi ko'z bo'lib o'tiribman. Peshonamni jo'rligini qara. Ha, kuylarga yana nima bo'ldi? Bir ikkita blogerlarning reklamasiga uchib, katta parashoklarni 5 oyga yetadi, puftasini ko'tarib kelman. Endi erim toki o'shalar tugamagungacha buni ishlatmaysan deyaptilar. Sen bu yillar bilan peshonang yuqan bir sho'ri ketadimi? Oyi. Oyim qanday? Menga gapir, bari hamma problemang men eshitaman-ku. Yo'q, qaragin-da. Normalni yurgan paytim to'y tugul tug'ilgan kun ham bo'lgani yo'q. Bilmayman, bular qovun pishishini kutdimi, meni pishishimni kutdimi? Uchta jiyanimizni to'yi ketma-ket ekan. Qansirab borib, na bir o'ynayman, na bir yeb icha olaman. Peshonang sho'rligini qara. Butun umr tuz sotolmasang ham yetadi. Raqse, mahiqane raqse.